Hozir oshxonangizga kirib muzlatgichni ochsangiz, unda turli-tuman mahsulotlar bor. Lekin qadimgi odamlar buni tushida ham ko'rmagan bo'lsa kerak. Xo'p, qiziq, ular nima yeyishgan? Eshitsangiz, hayron qolasiz. Olimlar butun dunyodagi arxeologik g'orlar ichidan noyob topilmalar topishgan. Ular bizning qadimgi odamlar haqidagi dunyoqarashimizni umuman o'zgartiradi. Lekin buni tushunish uchun biz 3 million yil oldinga, ya'ni insoniyat tarixining boshlanishiga qaytishimiz kerak. Topilmalarga ko'ra, eng qadimgi odamlar ov qilishmagan. Ular boshqa hayvonlardan qolgan qoldiqlarni yeb kun kechirishgan. Afrika savannasida sher bir antilopani o'ldirganda avval eng mazali joylarini yeydi. Keyin sirtlonlar qolgan qismini yeyishadi. O'sha paytlari qadimgi odamlarga esa hattoki sirtlonning jag'i ham sindira olmaydigan qalin suyaklar qolgan. Aynan shu suyaklar qadimgi odamlar uchun eng asosiy ovqat edi. Odamlar hayvonlar yeya olmagan qalin suyaklarni olib, tosh qurollar bilan ularni sindirishgan. Ichidagi iliklarni homalayiga yeyishgan. Bu ular uchun bir bayramona ovqat edi. Ular ayniqsa kalla go'shtini yaxshi ko'rishgan. Kalla go'shtida juda ko'p yog' bo'ladi. Yog' esa eng ko'p kaloriyaga ega bo'lgan oziq-ovqat. Shu sababli biz haligacha yog'li ovqatlarni juda yaxshi ko'ramiz. Qadimgi odamlar tosh qurollarni ishlata oladigan mohir qo'llari ortidan osonlikcha tirik qolishgan. Ular shuningdek hasharotlar, barmoqda keladigan qurt-qumursqalarni ham yeyishgan. Dastlab qadimgi odamlar uchun hasharotlar asosiy taomnomada bo'lgan. Ishonish qiyin, mana shunaqa hayot 1 million yildan ortiq davom etgan. Keyinchalik insonlar nimani kashf etdi deb o'ylaysiz? Albatta olovni. Eng qadimgi gulxan qoldiqlari Janubiy Afrikada Wonderwerk g'orida topilgan. U taxminan 1 million yoshda. Olov o'ylab topilgach, endi go'sht va boshqa hazm qilish qiyin bo'lgan mahsulotlarni pishirib yeyish odat bo'lib qoldi. Endi pishirilgan ovqatlarni hazm qilish bir necha barobarga oson bo'ldi. Xom go'sht va o'simliklarni oshqozon bechora kun bo'yi bazo'r hazm qilardi. Pishirilgan ovqatlar oshqozonning mushkulini oson qildi. Endi tana pishirilgan ovqatlar uchun kamroq energiya sarflaydi va har bir tishlan ovqatdan ko'proq kaloriya oladi. Olimlarning fikricha, ovqat pishirish boshlangach, insonlarning oshqozon va ichaklari kichraygan. Bu esa ortiqcha energiyadan qutulish degani edi. Natijada miyani yaxshiroq oziqlanishiga imkon tug'ildi. Miya qurg'ur vazni tananing 2% ni egallaydi-yu, lekin 20% kaloriyani ishlatadi. Bunaqa mashinani xom barglar va qurt-qumursqalar hisobiga ishlata olmaysiz. Sizga pishirilgan, hazmi oson, yog'li ovqatlar kerak. Demak, olov bizga miyani berdi, miya esa bizga hamma narsani berdi. Taxminan 300 ming yil oldin odamlar ko'rinishi hozirgi odamlarga o'xshay boshladi. Ular deyarli qo'li yetgan hamma narsani yeya olishardi. Mamont deysizmi, baliq deysizmi, даже mollyuska deysizmi, farqi yo'q. Ildiz, donli mahsulotlar, meva, yong'oq, qo'zi qorin yeyish odat tusiga kirdi. Ayniqsa asal juda ham kerak edi. Tanzaniyadagi Hadza nomli ovchi qabila hozirgacha ibtidoiy rejimda yashaydi. Ular sarflanadigan kaloriyani 15% ni tabiiy asaldan oladi. Ular baland daraxtlarda arala chaqib tashlashiga qaramay asal yeyishadi. Chunki boshqa hech narsa asalchalik kaloriya bermaydi. Asal tez va oson hazm bo'ladi va tezlikda katta energiya bera oladi. Hozirgi kunda biz uchun bunday energiya bera oladigan mahsulot bu shakar. Miyamiz ming yillar davomida shakarga moslashib keldi. Chunki shakar tanaga nafaqat tezkor energiya, balkim ortiqcha yog' sifatida saqlanib, zaxiradagi quvvat manbai ham edi. Hozirgi kunda qornimizdagi yog' endi kerak bo'lmay qoldi. Lekin o'sha davrlarda mana shu yog'lar ovqat topilmaguncha odamlarning hayotini saqlab qolgan. Asal esa ular uchun eng qimmatli taom edi. Lekin hozir bizni tanamiz tabiiy asal bilan shirinliklardagi shakarni ajrata olmaydi. Zamonaviy ovqatlar aynan shu ehtiyojimizdan foydalangan holatda bizni o'ziga o'rgatib qo'ydi. Endi shakardan voz kechishimiz juda qiyin. Yashash juda oson, och qolish ehtimoli esa deyarli yo'q. Lekin biz shakarni iste'mol qilaveramiz. Tanamiz esa hozirgacha och qolish xavfi bor deb yog'ni ortiqcha saqlashga harakat qilaveradi. Qadimgi odamlarning eng sevimli taomi bu albatta go'sht edi.
Bitta mamutning go'shti bir qabilani haftalab boqishi mumkin edi. Katta ov tufayli odamlar meva terish va ildiz qazishga ketkazadigan yuzlab soat vaqtini tejashardi. Bu vaqt esa bolalarni tarbiyalashga, hunar o'rgatishga va yaxshiroq qurollar yasashga va olov atrofida hikoyalar aytib dam olishga sarflangan. Shuning uchun ham bugungi kunda tanamiz oqsilga boy ovqatlarni xohlaydi. Hozir biz nimani ko'proq yaxshi ko'rib yeyishimiz aynan qadimgi ajdodlarimizning hayot tarzidan meros bo'lib qolgan. Lekin bir odat bor edi, uni tan olish juda ham qiyin. Bu kannibalizm deb ataladi. Angladagi Gof g'oridan taxminan 14700 yil avval yashagan odamlarning suyaklari topilgan. Bu suyaklar dahshatli bir voqeani ko'rsatdi. Bosh suyaklari tosh qurollar bilan ehtiyotkorlik bilan tozalangan, yuz qismi olib tashlangan va yuqori qismi kosaga o'xshatib ishlangan edi. Uzun qo'l va oyoq suyaklari esa ilik olish uchun yorilgan. Eng qizig'i, bu ochlik sababli yuz bermagan. G'orda ot, bug'u va boshqa hayvonlarning suyaklari ham topilgan. Demak, oziq-ovqat yetarli edi. 2017-yildagi tadqiqotga ko'ra, inson tanasi taxminan 125 ming kaloriyani tashkil qilar ekan. Taqqoslash uchun bitta bizonda 600 ming, mamutda esa 300 million kaloriya bo'ladi. Demak, inson go'shti asosan ovqat uchun ishlatilmagan. Topilma suyaklardan biriga naqshlar chizilgan. Bu oddiy ovqatlanish emas edi, balki marosim bo'lganligi aniq. Shunga o'xshash topilmalar Germaniya, Fransiya, Xorvatiya va Ispaniyadan ham topilgan. Minglab yillar davomida dunyoning turli joylarida odamlar buni faqat yashab qolish uchun emas, balkim faqat diniy marosim uchun bajarishgan bo'lishi mumkin. Yana ham qiziqroq ma'lumot bor. Qadimgi odamlar faqat yangi go'sht emas, ko'pincha chirigan, aynigan go'sht yeyishgan. Odamlar hayvon ovlagach, hammasini birdaniga yeyolmas edilar. Shu sababli go'shtni ko'mib qo'yishgan. Ba'zan bir necha hafta, hatto oylar o'tib yeyishgan. Bu paytga kelib go'sht chirigan, hidlangan va qurtlab ketgan bo'lardi. Shunga qaramay ular uni yeyishgan. Ba'zi olimlarning fikricha, hatto shunday go'sht ularga yoqqan ham. Sababi chirigan go'sht bakteriyalar tomonidan qisman parchalangani uchun chaynash va hazm qilish osonroq bo'lgan. Bundan tashqari bakteriyalar organizmga kerak bo'lgan B vitaminlarini hosil qilgan. Bugun biz yaxshi ko'radigan pishloq, qatiq, non, tuzlamalar va spirtli ichimliklarning barchasi fermentatsiyalangan mahsulotlardir. Ya'ni ular ham aslida ma'lum bir darajadagi parchalanish jarayonidan o'tadi. Pishloqqa bo'lgan ishtahamiz Fransiyaning sut fermalarida emas, balki minglab yillar avvalgi hayot tarzimizda shakllangan bo'lishi mumkin. Yog'li, sho'r va shirin taomlarga bo'lgan ishtahamiz ham o'sha qadimgi davrlardan qolgan. Tanamiz supermarket yoki muzlatkich nima ekanligini bilmaydi. U faqat bitta narsani biladi. Qimmatli ovqatni topsang, ye. Imkon borida ye, chunki ertaga topa olmasliging mumkin. Shuning uchun kechasi soat 11 da och bo'lmasangiz ham muzlatkichni ochib qaraysiz. Bu million yillardan beri ishlayotgan omon qolish dasturidir. Lekin bunday yashash tarzi allaqachon yo'q bo'lib ketgan. Agar zamonaviy odamni 50 ming yil oldingi olamga olib borib qo'ysak, u bir necha kun ichida o'lishi mumkin. Suvni qayerdan topishni, qaysi o'simliklarni yeyishni bilmaydi. Hayvon ovlash va asalni topish ham qiyin bo'ladi. Ammo 50 ming yil oldingi odamni oshxonangizga olib kelib qo'ysak, u o'zini jannatga tushib qolgandek his qilgan bo'lardi. Muzdek ichimliklar, tayyor non, haftalab buzilmaydigan sut va mevalar unga mo'jiza bo'lib ko'rinardi. 3 million yillar davomida qadimgi odamlar ochlik va sovuq havo bilan kurashgan va juda ham ko'p toliqishgan. Siz esa insoniyat tarixida ocharchilikni bilmay yashayotgan ilk avlodlardan birisiz va buning uchun shukr qilib yashashimiz kerakligini har doim his qilishimiz kerak. Mehnatimizni qadrlab like bosing va kanalimizga obuna bo'ling va bu biz uchun yangi videolar chiqarishimiz uchun dalda bo'ladi. Rahmat, salomat bo'linglar.